Buxoroda qullarga munosabat va qullarning turlariga to'xtalsak, bozorda sotib olingan qul va cho'rilarni zarxarid, ya'ni oltinga sotib olingan qullar deb atar edilar. Qul egasi o'z qul va cho'risini urish, so'kish, hattoki o'ldirishga ham haqli edi. Ikkinchi marta qochishga harakat qilgan qulning quloqlaridan mix bilan eshikka qoqib qo'yardilar. Qullarga faqat Ramazon va Qurbon hayiti kunlari go'shtli ovqat berilgan. Boshqa kunlarda otlarga beriladigan jo'xori bilan tariq unini aralashmasi qullarning kunlik ovqatini tashkil qilgan. Biroq xon saroyidagi qullar boshqalarga qaraganda yaxshiroq yashagan. Buyumga aylantirilgan qullarni birovga hadya qilish, garovga qo'yish, meros sifatida qoldirish va hattoki ijaraga ham berish mumkin bo'lgan. Mudabbar deb atalgan qullarning xili xo'jayini vafotidan so'ng ozod bo'lish huquqini qo'lga kiritishgan. Istilot qilingan cho'rilar o'z xo'jayinlaridan bola tug'salar, bunday cho'rilarni umvalad, ya'ni xo'jayin bolasining onasi bo'lgan cho'rilar deb ataganlar. Shunday qilib, Buxorodagi qul va cho'rilarni 7 xil turi, ya'ni zarxarid, xonazod, mukotab, mudabbar, istilot, umvalad va shartli qullar kabi guruhlarga bo'lganlar.